Biz yo'lga chiqdik. Assalomu alaykum deymiz, qadrli muxlislar, aziz yurtdoshlar, barchangizga a'lo kayfiyat hamroh bo'lishni tilagan holda, demak, jonli dasturimizni boshlaymiz. Bu yo'l yo'lakay dasturi, haqiqatsiz kutgan va savollarga javob beradigan yurtdoshlarimizning loyihasi bu yo'l yo'lakay dasturi. Ayni damda Buxoro telekanali hamda FM 101 Buxoro radiosi orqali to'g'ridan to'g'ri tinglash, tomosha qilish imkoniyati sizda bor. Manzillarimizni tez eslatib o'taman, 65 kodi bilan 223 96 18 223 98 38 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Elektron pochta belgisi Buxoro radio bot manzili uzra esa qadrli muxlislarimiz nomalarni yo'llashda davom eting. Nomalarni yo'llashingiz mumkin. Shu bilan birgalikda jonli dasturimizni Buxoro radiosi FM 101 Buxoro radiosining Telegramdagi rasmiy kanali bor. Buxoro radiosi FM 101. Mana shu manzil uzra bizga hamroh bo'lish imkoniyati ham sizda bor. Tanishtirib o'tamiz, suhbatdoshimiz har doimgidek Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati rahbari Ulug'bek Shukrullayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mehrun Sapa, assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli radio eshituvchilar. Dar haqiqat, an'anaga ko'ra biz navbatdagi yo'l yo'lakay radio eshittirishini to'g'ridan to'g'ri boshladik. Shuningdek, ushbu radio eshittirishimiz Buxoro teleradio kompaniyasi orqali ham uzatilayotganligi bizni bag'oyatda xursand qiladi va o'ylaymanki, bugun ham biz barcha yurtdoshlarimiz bilan bog'langan holda ularga demak, qanaqa savollar, mulohazalar, takliflar bo'lsa, fikrlar almashib, mana shu mulohazalarni birgalikda yechimini topishga harakat qilamiz. Albatta, dastur davomida yo'llangan savollar, demak, takliflar inobatga olinadi, yozib olinadi. Ularning ijrosi haqida ham biz yo'l yo'lakay dasturi orqali to'xtalib o'tamiz. Albatta, xuddi shunday Mehrun Sapa. Demak, mana o'tgan sonlarda ham yuborilgan murojaatlarni bevosita biz birma-bir har birini ko'rib chiqdik va ijrosi ta'minlanganlar bo'yicha buni yurtdoshlarimiz o'zlari shaxsan guvohi bo'lishdi va qolganlari, vaqt talab qilganlari esa bugun ijrosi ta'minlanmoqda. Xo'p, keling. Savolni shunday javob bilan, shunday ma'lumot bilan dasturimizni boshlaymiz. O'tgan dasturimizda, o'tgan efirimizda juda ko'p savollar kelgan edi, takliflar bo'lgan edi. Xuddi shunday. Demak, manzillar bo'yicha. Xuddi shunday. Ijrosi qanday bo'ldi? Ijrosi haqida dastavval aytib o'tamiz. Demak, Buxoro shahrining Mutal Burxonov ko'chasi, hozirgi kunda xalq tili bilan nomlanadigan Oasis supermarketning ro'parasi, juda ham avtomobil yo'li serqatnov, piyodalarimiz o'tish uchun bir muncha muammolar, xavfli vaziyatlar yuzaga kelayotgan edi va mana shu xavfli vaziyatlarni inobatga olib, mazkur ko'cha Mutal Burxonov ko'chasidagi tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi bugungi kunda to'liq tartibga solindi va tugmachali svetofor qurilmalari o'rnatildi va ishga tushirildi va bundan mazkur hududda istiqomat qiluvchi aholi yoki o'sha savdo majmuasiga tashrif buyuruvchi mijozlar ham bag'oyatda xursand bo'lishdi. Ya'niki, ushbu hududda biz bilamizki, ilgarilari transport vositalarining oqimi sezilarli darajada ko'payganligi, tezlik ham o'shanga nisbatan oshganligi va bir muncha noqulay vaziyatlar, xavfli vaziyatlar ham yuzaga kelganligini bir necha marotaba guvohi bo'ldik. Va ushbu yuzaga kelgan xavfli uchastkada bugungi kunda tartibga solinib, bir muncha yurtdoshlarimizning xavfsizligi ta'minlandi. Shuningdek, Buxoro shahrining bir qancha ko'chalarida sun'iy mana shunaqa yuzaga kelayotgan tirbandliklarni oldini olish, shuningdek, piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida yo'lni ikkiga ajratuvchi beton, demak, to'siqlar ustiga metal panjaralar o'rnatilmoqda. Ushbu panjaralarni o'rnatishdan maqsad nima? Maqsad piyodalarning belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tishlarini cheklash eng asosiysi va yana eng asosiy sabablardan biri esa bu demak, piyodalar ishtirokida yo'l transport hodisalarini oldini olish hisoblanadi. Lekin nimagadir biz mana keng jamoatchilik tomonidan, ayrim ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan demak, video murojaatlar yuborilmoqdaki, o'sha yerda faoliyat yuritayotgan savdo shoxobcha rahbarlari yoki o'sha savdo shoxobchalarida ishlovchi demak, fuqarolar tomonidan bu narsa noto'g'ri o'rnatilganligi yoki noqulaylik tug'dirayotganligi, fuqarolarning o'tib qaytishiga xalaqit qilayotganligi aytilmoqda. Vaholanki, xalq tili bilan aytilayotgan Gorgaz chorrahadan Krit chorrahasigacha bo'lgan oraliq masofa o'zi 300 metrni tashkil etadi va deylik, hech qancha yo'l emas va mana shu yo'l ichida ikkita jami piyodalar o'tish joyi va o'rtada yana fuqarolarga qulay bo'lish uchun 150 metrda o'rtada xalq tili bilan aytiladigan konika o'sha nimasiga majmuasining oldida o'rnatilgan piyodalar o'tish joyi. Marhamat, mana shu piyodalar o'tish joyidan o'tish imkoni bor, lekin yo'q. Faqat menga qulay bo'lgan joy men uchun qulay deb hisoblanib, mana shu kabi murojaatlar yo'llangan ekanki, biz yurtdoshlarimizdan
bu aksincha sizning foydangiz uchun o'zi qilinganligini, bu narsani to'g'ri ma'noda qabul qilishingizni va 50-100 metr masofani hech qachon erish deb o'ylamasdan o'sha belgilangan nuqtadan yo'lni kesib o'tsangiz, bu maqsadga muvofiq bo'lishini, sizning savdongizga, tadbirkorligingizga bu hech qanaqa ta'sir qilmasligini, bu faqatgina siz u bizni o'rab turgan atrofdagi yurtdoshlarimizning salomatligini asrash uchun qilinganligi va bu ishlar davom ettirilishini, kelgusida Buxoro shahrining aynan aholi gavjum bo'lgan nuqtalarda xuddi shu kabi metal panjaralar o'rnatilishi davom ettirilishini ma'lumot sifatida yetkazmoqchiman. Albatta, bu yurtdoshlarimizning xavfsizligi uchun Xuddi shunday. amalga oshirilyapti. Buxoro shahrida bugungi kunda nechta tartibga solingan chorrahalar mavjud? Savol kelgan ekan, elektron pochta belgisi Buxoro Radiobot manzili uzra. Darhaqiqat, demak, hurmatli yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, radio eshituvchilar, biz bir necha kun oldin, 2 kun oldin Buxoro teleradio kompaniyasi jurnalisti Muattar Asadova bilan birgalikda bir loyihani boshlagan edik va ushbu loyihamizda demak jami 3 ta yo'l harakatiga oid savollarni yuborgan edim bu yurtdoshlarimga va yurtdoshlarimiz tomonidan topilgan savollarga Buxoro teleradio kompaniyasi jurnalisti Muattar Asadovaning shaxsan o'zlari mukofotlar e'lon qilingan. 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni olganlarga telefon, notebook va 43 dyumdagi smart televizor ham qo'yilgan qimmatbaho sovg'alar. Demakki, ushbu savol aynan ushbu musobaqada yuborilgan savollarning biri edi va men yurtdoshlarimga ushbu savollarga o'zlari izlanishib javoblar topishini so'rab qolardim. Chunki chorrahalarning sonini bilsak, biz shunga qarab nima deydi, orientirni olamiz. O'sha chorrahalardagi demak yo'l belgilariga ahamiyat qaratamiz va radarlar soni haqida aytildi, kameralar soni haqida aytildi. Bu ham bo'lsa o'z navbatda yurtdoshlarning huquqiy savodxonligini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, yo'l transport hodisalarini oldini olish borasidagi samarali usullardan biri to'g'risida savollar yuborilgandiki, bu ham yurtdoshlarimizni yo'l harakati sohasiga oid bo'lgan fikr, mulohazalarini, bilimlarini rivojlantirish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlardan biri. Aha, bo'ldi, tushunarli. Demak, nima uchun javob berilmadi? Qadrli muxlislarimiz, faol bo'ling. Bu ham sizning foydangizga ekan. Elektron pochta belgisi Buxoro Radiobot manzili uzra nomalarni yo'llashda davom eting. Bizda qo'ng'iroqlar ham bor. Raqamlarni yana bir marta eslatib o'taman. 65 kodi bilan 223 96 18, 223 98 38. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirib o'tasiz. Eng avvalo Men Rashid Afrafshan, Navoiy viloyatidan, Navoiy shahridan telefon qildim. Chunki bitta savolim bor edi. Xo'p, marhamat. Navoiylik muxlisimiz, eshitamiz. Hozirgi kunda elektrический skuterlarga prava kerakmi? Prava kerakmi? Haydovchilik guvohnomasi. Ravshan aka, Navoiy viloyatining qaysi tumanidan qo'ng'iroq qilyapsiz? Navoiy shahar. Navoiy shahardan. Demakki, qadrli yurtdoshlar, Mehrzoba bizni respublikamizning barcha nuqtalarida kuzatishyapti. Sababi FM 101.3 radiosi to'g'ridan to'g'ri, FM 101.3 Telegram kanali orqali, to'g'ridan to'g'ri efir orqali va shuningdek Ulug'bek Shukurlayevning Instagram profili orqali ham uzatilmoqda. Demakki, respublikamizning barcha nuqtalaridan yurtdoshlarimiz bizga qo'ng'iroq qilib mana shunday mulohazalarni yuborishmoqda. Navoiy viloyati, Navoiy shahridan Ravshan akamiz demak murojaat qilyaptilar savol bilan, ya'ni skuterlar bo'yicha bekor bo'ldimi, A toifa kerakmi yoki yo'qmi? Demak, amaldagi qonunchilikka ko'ra hukumat tomonidan skuter, moped haydovchilariga biroz erkinliklar yaratildi. Ilgari muddat 1-mart sanasigacha edi va ushbu sana 1-oktyabrgacha uzaytirildi. Davlat raqam belgisi lekin o'z kuchida qolgan, ya'ni ushbu vositalarni davlat raqam belgisi bilan boshqarish majburiy. Faqatgina haydovchilik guvohnomasini olish uchun barcha yurtdoshlarimiz o'z vaqtida ushbu ishlarni amalga oshirmaganliklari sababli 1-oktyabr sanasiga qadar mana shu haydovchilik guvohnomasi, ya'ni A toifasini egallash uchun haydovchilik kurslarini o'qib, imtihonlarni topshirib, guvohnomalarni ega bo'lgandan keyin boshqarish va ushbu muddatdan keyin 1-oktyabrdan keyin bevosita yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan to'xtatilib, har bir holat bo'yicha qonunchilikda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirishni biz yurtdoshlarimizga yetkazamiz va Ravshan aka, savolimizga javob oldingiz degan umiddaman. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Yana bir demak yurtdoshimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirib o'tasiz. Men Buxoro shahridanman. Ismim Madina. Xo'p, savolingizni eshitamiz. Xo'p, avvalambor minnatdorchilik bildiraman bu ko'rsatuv tashkil qilganlaringlar uchun. Qancha oddiy xalqning ham savodxonligimiz oshyapti. Ulug'bek akaga ham rahmat. Qancha bu kishini ko'rib nima olamiz biz, qonunlarni tushunib oldik.
Xo'sh, savolim shu birinchi savolni davomi shu samokatlar haqida. Shu gruzovoyni samokatlarni qonun qoidasini tushuntirib bersalar, qayerga haydash mumkin, qay tartibda? Gruzovoy samokat. Madina opa, gruzovoy samokat deganda sal tushunmadim. Samokatni o'zimi yoki gruzovoy samokat? Ana shu to'klik yuk tashiydigani bor-ku. Yuk tashiydigani bu 3 g'ildirakli. Ha, 3 g'ildirakli. Ha, shunaqami? Ha, shunaqa. Ha, shu 3 g'ildiraklilarni tartibi qanaqa bo'ladi, to'g'rimi? Shunday, qayerga haydasa bo'ladi? Shu qonunni bilib olsak, biz ham nima qilmasak deyman-da. Qonunni buzmagan holda endi Bu bormi sizda bunaqa vosita? Ha, borda. Davlat raqam belgisi oldingizmi? Yo'q. Davlat olmoqchimiz-da. endi olmoqchisiz, ha? Bo'ldi, keling hozir men fikrlab beraman shunga. Xo'p. Xo'p, demak Buxoro shahridan Mehrzob opa, Madina opa qo'ng'iroq qilib, aynan mana shu yuk tashishga mo'ljallangan skuter, 3 g'ildirakli mototransport vositasining tartibi qanaqa bo'ladi? Davlat raqam belgisi, haydovchilik guvohnomasini olishi qanaqa tartibi? Mazkur turdagi mototransportlarga davlat raqam belgisi hozirgi kunda Buxoro viloyati ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limi xodimlari tomonidan berilmoqda. Marhamat qilib, sizga tegishli ushbu vositani birlamchi hujjatlarini olib kelasiz. Agar birlamchi hujjatlar bo'lmasa ham, o'zingizga tegishli bo'lgan fuqarolik pasportingiz va kelgan holda sizdan tilxatlar olinadi, tushunish xatlari olinib, ushbu vosita sizning nomingizga davlat bojlarini to'latirilib, 1,5 million so'm miqdorda davlat raqam belgisi beriladi. Va ushbu vositani boshqarish uchun sizga albatta haydovchilik guvohnomasi shart. Bu 1-oktyabrgacha muddat hali yetarli va motoshlem kiygan holatda marhamat ayol erkak 16 yoshdan yuqorilari boshqarish huquqiga ega bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida mototransportlarni boshqarish yoshi 16 yoshdan boshlanadi. Undan past yoshdagilar boshqarsa, bu javobgarlikka sabab bo'ladi va biz bugungi kunda bu borada inspektorlarimiz demak aniqlangan faktlarni birma-bir jarima maydonchasiga joylashtirishmoqda. O'ylaymanki, Madina opa to'liq javobni qabul qildingiz. Muddat yetarlicha. Davlat raqam belgisini ham olishingiz mumkin. Aks holda ertaga mana shu muddatdan keyin bu narsa aniqlansa, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasi 2-qismiga nazarda tutilgan eng kamlik shaxsining 5 barobar miqdorda jarimaga tortishga sabab bo'ladi. Ya'ni 2 marta tushib, bu ham pravani, ham davlat raqam belgisini pulini to'lashga to'g'ri kelib qoladi. Keling, undan ko'ra vaqt yetarlicha shu vaqt oralig'ida borib o'zingizga tegishli bo'lgan vositani qonunlashtirib, ertaga yo'lga qo'rqmasdan, yo'l harakati qoidalariga amal qilib, albatta ushbu mototransportingizni boshqaring. Javob uchun tashakkur deymiz. 65 kodi bilan 223 96 18 223 98 38 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qadrli muxlislar, ayni damda loyihamizni Yo'l-yo'lakay dasturini siz Buxoro telekanali hamda FM 101.3 Buxoro radiosi orqali, demak, jonli tarzda tomosha qilyapsiz, tinglayapsiz. Hamroh bo'lishda davom eting, faol ishtirok eting. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, marhamat, o'zingizni tanishtirib o'tasiz. Buxoro viloyati Peshku tumanidan telefon qilyapman. Peshku tumanidan. Ismingiz? Abdurahmonov Shukurjon. Abdurahmonov Shukurjon. Marhamat, savolingizni eshitamiz. Meni savolim shundanki, o'zi biz qiynalib ketdik-da Peshku tumani. Nimada? ikkita yangi gay xodimi kelgan. Ana bu nozik joylar bor, Norbobo NTJ zapravkasini oldida to'g'ridan to'g'ri mashinalar chiqadi. Uzog'i 10 metr emas, 5 metr emas, чтобы bunisi asosiy yo'lga o'tish uchun. O'sha yerda shaxsiy mashinasida o'tirib oladi-yu, bot kamerasi ham ishlamasdan chiqadigan mashinalarni saqlab, hammasini protodvijeniya qilib yozib oladi. Keyin mahallalarning oldida borib, mashinani ichida o'tiradi, mashina keldimi yugurib olayga chiqadi, saqlab, bolasi bormi, boshqasi bormi, чтобы ayib yo'qtarib, maqsad shu pul tushirish bo'libdi-da. Bizda ezilib ketdik уже bu narsadan-da. Maqsad agar pul tushirish bo'lsa, aytib yursin. Abdurahmonov Shukurul aka, to'g'rimi? Shukurul aka, demak, keling bitta narsaga kelishib olamiz. Siz viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga aynan kelib ushbu vajlaringizni isbotlovchi agar dalillar bo'lsa, marhamat taqdim etishingiz va ariza orqali murojaat qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bizning ham maxsus xizmatlarimiz aynan siz tomoningizdan yuborilgan holatlarni o'rganishadi va unga huquqiy baho berishadi. Aynan ushbu narsa menimcha bu aniq dalillarga tayanadi, chunki asoslarga tayanadi va
o'ylaymanki buni yurtdoshlarimiz ham to'g'ri tushunib turishibdi. Keling shu narsani asoslarga tayangan holda bir-birimizni fikrlarimizni yuzma-yuz bo'lib boshqarmada maxsus xizmatlar, maxsus tashkilotlar, bizdan yuqori turuvchi tashkilotlar bilan hamkorlikda men savol bermoqchi edimki, чтобы agar bot kamerasi ishlamagan bo'lsa, shu narsani agar ishlamagan holatda mani ma'muriy qilgan bo'lsa, shu qonunga muvofiq agar to'g'ri, qonunni bilmaslik jazodan qutqarib qolmaydi, bo'lmasa qonunni buzish bu ma'muriy bo'lishdan qutqarib qolmaydi. Lekin agar bot kamerasi ishlamagan holatda mani ma'muriy qilgan bo'lsa, isbotlab bera olmagan taqdirda men to'lashga majburman yo majbur yo'qmanmi, shu narsani bilmoqchi edim. Majbur emassiz. Bot kamerasi yo'q edi, u meni ushlagan payt. Men shaxsiy Lacetti Gentra mashinasida o'tirib bo'ladi. Ana, rahmat sizga. Mahallalarning oldida yugurib chiqadi mashinaning oldida. Rahmat sizga. Qarang, Abdurahmon Shukurli aka, demak siz quyidagicha yo'l tutishingiz mumkin. To'g'ridan-to'g'ri agar inspektorning bodi kamerasi bo'lmay turib sizga nisbatan ma'muriy chora ko'rilgan bo'lsa, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga kelib ariza bilan murojaat qiling va ushbu sizga nisbatan tuzilgan bayonnoma yuzasidan chiqarilgan qaror ko'tariladi. Uning soniyasi, vaqti, tuzilgan vaqtlari mavjud va ushbu vaqt oralig'ida bodi kamera mavjud yoki mavjud emasligi, uning video tasvirlari bor yo'qligi tekshiriladi. Video tasvirlar bo'lsa ko'rsatiladi sizga, marhamat bu kuchida qoladi. Video tasvirlar bo'lmasa, o'shaning o'zida ko'z o'ngingizda ma'muriy amaliyot inspektorlari tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilib, belgilangan tartibda bekor qilinadi. Tushunarli. Javob uchun rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling qadrli muxlisimiz. Demak, siz Yo'l aka dasturini tinglayapsiz, tomosha qilyapsiz. Bizda qo'ng'iroq bo'lsa, navbatdagi yurtdoshimiz bilan tanishamiz, savollarga javob berishga o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, marhamat, o'zingizni tanishtirib o'ting. Mening ismim Ahmad. Buxoro shaharidanman. Shu Ulug'bek akaga bir iltimosimiz bor edi. Ana shu eski shaharga kiradigan yo'lni kechki vaqtda ko'pincha yopiladi. Shuni sal ichkariroqdan yopsalar bo'lmaydimi? Shu biza belaytalar deyiladi. O'sha bilan uyga kiramizda. Har safar shular bilan muammoga kirish. Kirish. Demak, biz boshqarma rahbariyatiga qolaversa shu hududda xizmatni o'tayotgan inspektorlarga albatta yetkazamiz va fuqarolik pasportlari, o'sha propiskani ko'rsatgan fuqarolar yurtdoshlarimiz o'tkazilmoqda. Bu hech qanaqa shak shubhasiz va siz tomoningizdan yuborilgan hozir taklifni ham biz yetkazamiz albatta Ahmad aka. Mayli, rahmat. Salomat bo'ling. Qadrli muxlislarimiz, savollaringiz bo'lsa, eslatib o'taman yana bir marta manzillarni. Elektron pochta belgisi Buxoro Radiobot manzili uzra nomalarni yo'llashingiz mumkin. Raqamlarimiz o'sha 65 kodi bilan 223 96 18 223 98 38 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yo'lda bo'lsangiz, albatta yo'l harakati qoidalariga amal qiling deymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tanishtirib o'tasiz o'zingizni? Men Jo'rayev O'ktamman, Qorako'l tumanidan. Ko'rsatuvni ko'rib beryapman. Rahmat. Mana shunaqa ko'rsatuvlarni ko'proq qilishlaringizni so'rab qolaman. Tashakkur, fikrlar uchun. Savolim bor edi. Marhamat. Sizlarga. Toifali yil mashinani boshqarishga ruxsat qilingan bor inson. Qaysi toifa? Qaysi toifa? B toifa. B toifa. Yengil mashinalarni, avtomashinalarni haydashga ruxsat berilgan, pravasi bor inson. A toifali o'sha skutermi, Moraveymi, o'shalarni haydashga huquqi bormi yoki A toifa ham olish kerakmi? Faqat B toifasi bormi shunda? O'ktam aka, B toifa, to'g'rimi? Xuddi shunday. Xo'p, demak, amaldagi qonunchilikka ko'ra B toifa faqatgina 3,5 tonnadan ortiq bo'lmagan yengil turdagi avtotransport vositalarini boshqarishga ruxsat etadi. A toifadagi guvohnoma 16 yoshdan yuqori bo'lgan mototransportlarni boshqarishga ruxsat etadi. Har bir toifani o'zini boshqarish nimasi bor? Nizomi bor. Faqatgina har bir toifani o'zini yo'nalishi bo'yicha boshqaradi. B toifa A toifani boshqara olmaydi, A toifa B toifani boshqara olmaydi. 18 yoshdan o'tgan bo'lsa, B toifaga ruxsati bo'lsa, A toifadagi o'sha muraviylarni boshqarishga ruxsat qilinmaydi, to'g'rimi? Ruxsat etilmaydi. A toifani olishi shart mazkur mototransport boshqaruvchi, haydovchi. Rahmat. Yo'im pensiyalarga chiqib, bola chaqangizni huzurini ko'ring. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling O'ktam aka. Tashakkur. Omon bo'ling deymiz. Qo'ng'iroq uchun tashakkur. Faol bo'ling. Qadrli muxlislarimiz, elektron pochta belgisi Buxoro Radiobot manzili uzra noma yetib kelgan ekan.
Farruh Amrulayevich. Assalomu alaykum. G'ujduvondan kelishga Shofirkon qaytadigan chorrahaga kelmasdan Saroy qishlog'iga kirishga tezlik 70 qo'yilgan, lekin 60 radar qo'yilgan. O'sha znakni, o'sha belgini almashtirishingizni so'rayman. Qaysi hududni takrorlab yuboring? G'ijduvondan kelishga, demak Shofirkonga qaytadigan chorraha. Chorrahaga kelmasdan Saroy. Saroy. Belgilab oldim. Yo'l belgisi 60likcha turgan ekan, to'g'rimi? Saroy. 60 belgini 70 qo'yilgan ekan, belgi 60 ga radar qo'yilgan ekan. Yo'q, o'zgartirildi-da. Agar 70 qo'yilgan bo'lsa, avtomatik tarzda bu zudlik bilan o'zgartiriladi. Hech qachon bu 70 bor joyda 60 yoki 60 bor joyda 70 bilan emas. Qaysi yo'l belgisi ta'sir doirasi bo'lsa, tuman markazi bo'lsa 60. Ya'ni bu kishi aytgan hudud tuman markazidan chiqaverishdan keyingi Saroy aholi yashash punkti. Demak, 70. 70ligicha turibdi. Xo'p, savollar ko'p. Keling, qo'ng'iroqlar ham bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, marhamat o'zingizni tanishtirib o'tasiz? Men Omon Turdiyev Sirojman-da. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Sirdaryo viloyatidan. Sirdaryo viloyatidan. Marhamat, savolingizni eshitamiz. Ulug'bek Shukurallayevga edi savolim. Assalomu alaykum Siroj aka, eshitaman sizdan. Assalomu alaykum. Ulug'bek aka, avvalambor assalomu alaykum, sizni kuzatib boraman. Rahmat, tashakkur. Sizga bir savolim bor edi. Biz oldin Sariq Nexia'da taksi qilardik-da, tita. Sariqda. Litsenziyasi bor, litsenziyasi bor avtotransportda. Xuddi shunday. Oldin firma edi, hozir 375 mingga litsenziya beryapti hozir, to'g'rimi? O'zini band qilish. Oldin shu tita haydaganimizda bizda shaharning ichida remen taqmasak bo'lardi. Hozir o'sha 375 minglikda ham remen taqmasa bo'ladimi? Demak, quyidagicha javob beraman. Omon Turdiyev Siroj aka Sirdaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilib, xavfsizlik kamarini taqmaslikka ruxsat etiladimi? Yo'lovchi tashuvchi taksi haydovchilariga deya noma yo'layaptilar, to'g'rimi? Demak, amaldagi yo'l harakati qoidalari 172-sonli Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, xavfsizlik kamarini taqmaslik faqatgina homilador ayollarga, sog'lig'i to'g'risida tibbiyot ma'lumotnomasiga ega bo'lgan fuqarolarga hamda ko'k qizil rangda yalt-yalt etuvchi mayoqcha tushirilgan maxsus transport vositasini boshqarayotgan yo'l patrul yoki ichki ishlar organlari xodimi va uning yonidagi yo'lovchilarga xavfsizlik kamarini taqmaslikka ruxsat etiladi. Qolgan barcha turdagi avtomototransport vositalarini boshqaruvchi haydovchilarga xavfsizlik kamarini taqish majburiy etib belgilangan. Demakki, siz xavfsizlik kamarini taqishga majbursiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, savol kelgan ekan, Ichki ishlar vazirligi yo'l patrul xizmati xodimlari bizni to'xtatsa, lekin bodi kamerasi bo'lmagan holatlarda bizni hujjatlarimizni bo'lmasa, shunaqa kamerasi hujjatlarimizni ko'rsatishga majburmizmi? Demak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qonuni 407-sonli qonun ichki ishlar organlari. Demak, ichki ishlar organlari deganda bu ichida barcha xodimlar kirib ketadi. Yo'l patrul, post patrul, kerak bo'lsa profilaktika inspektor, barcha. Endi shu jumladan yo'l harakati xodimi. Bodi kamera yo'q, to'xtatdi, hujjatlaringizni talab qildi. Ichki ishlar xodimi sifatida tekshirishga albatta haqqi bor, lekin aniqlangan holat bo'yicha agar bodi kamerasi bo'lmasa, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirmaydi. O'zi inspektorlar ham buni juda yaxshi bilishadi. Ya'ni bodi kamerasi bo'lmagan xodim to'xtatib hujjatni tekshiradi, lekin bayonnoma masalan rasmiylashtirmaslik mumkin. Lekin o'zini uyali aloqa vositasini, telefonni yoqqan holatda holatni to'g'ridan-to'g'ri video tasvirga olib, holat bo'yicha aniqlangan fakt bo'yicha ham ma'muriy bayonnoma rasmiylashtira oladi. Nimagaki, ma'muriy fakt o'sha jarayonda, tekshirish jarayonida masalan qandaydir o'sha yerda postda o'tirgan bo'lishi mumkin. Lekin xizmat olib borayotgan xodimlar albatta bodi kamera bilan xizmatni boshlashadi. Masalan, mana deylik, festivallar, yo'l harakati qoidalari bo'yicha qanaqadir ko'rik tanlovlar yoki yo'lda xavfsizlik ta'minlab turibdi, qayergadir masalan yo'l yopib. Mana shunaqa jarayonda ba'zida haydovchilar bilan munosabat yuzaga keladi. Masalan, kimdir keladi, o'tkazib yuboring dedi. Aka, mumkin emas. Yo'l belgisi turibdi-ku. Yo'q, o'tkazib yuborasiz deb nima deydi? Majburlashga harakat qiladi. Shunda keyin inspektor borib o'zini tanishtirib, hurmatli haydovchi, birinchi o'zingiz hujjatlaringizni tanishtiring qani, bormi-ku, yo'qmi? Yo'q, sizning bodi kamerangiz yo'q-ku deydi. Ichki ishlar organi xodimi sifatida sizdan talab qilishga haqqim bor deydi. Mana shu jarayonda agar hujjat taqdim etmasa haydovchi, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasi asosida ichki ishlar organlarining qonuniy talabini bajarmaslik sifatida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishga albatta bu narsa holat sabab bo'ladi. Qadrli muxlisimiz savollarga javob oldilar deb o'ylaymiz. 65 kodi bilan 223 18 223 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, marhamat, o'zingizni tanishtirib o'ting.
Men Jondor tumanidan Tahirov Sharafiddinman. Jondor tumanidan. Marhamat, savolingiz. Bu yaqinda bo'lgan narsa Jondor tumani sentridagi svetofor oldida tirbandlik bo'lgan paytda haydovchi, ya'ni meni qizim, mashinada tirbandlikda turgan paytda Umar degan yo'l harakati xavfsizligi xizmatchisi kelib o'zini tanishtirmasdan, body kamerasi ishlamasdan turib, qo'pollik bilan meni qizimga sen telefondan foydalanyapsan deb 1,125,000 so'm shtraf yozgan. Plus turgan mashinada, tirbandlikda turgan mashinaga rementing ham yo'q deb qo'pollik bilan yana bu rementing ham yozgan. Bu narsa haqida viloyat ichki ishlar xodimiga, Jondor tumani ichki ishlar xodimiga murojaat qildik, lekin bunga nisbatan hayfsan e'lon qilishdimi, boshqa narsa qilishdimi, lekin jarimani bekor qilishmadi. Men bugun o'shani to'ladim. Bunga qanday chora ko'rish mumkin? Demak, Tahirov Sharofiddin aka, aynan ushbu murojaatingiz bo'yicha quyidagilarni ma'lum qilamiz. Bizdan yuqori turuvchi organlar, prokuratura, adliya, sud organlari bor. Marhamat, mazkur organlarga siz o'sha to'lov kvitansiyangizni, sizga nisbatan chiqarilgan qarorni va bundan oldin yozilgan arizangiz agar nusxasi bo'lsa, o'sha arizangizning nusxalarini bevosita taqdim eting va to'langan ushbu to'lovlarni qaytarish borasida ham arizangizda vajlarni keltiring. Marhamat, ushbu vajlaringiz albatta to'g'ridan to'g'ri huquqiy baho beriladi va siz kerakli huquqiy bahoni, o'sha natijalarni o'zingiz guvohi bo'lasiz. Ya'ni bu og'zaki tarzda yoki men orqali to'g'ridan to'g'ri hal bo'ladigan masala emas. Bu narsa orqali ichki ishlar bo'limiga, Obla viloyat ichki ishlar bo'limi sizlarni, ya'ni bu yo'l harakati xavfsizligi Obilgayi deydimi, shunga murojaat qilindi. Jondor tumani ichki ishlar bo'limiga murojaat qilindi. Lekin hech qanaqa chora ko'rish iloji yo'qmi bu narsaga? Yana takrorlab o'taman. Demak, xo'p, qanaqa chora haqida gap borayotgani haqida avval bilib olaylik. Demak, xizmat o'tayotgan, xizmatini o'tayotgan ichki ishlar xodimi, o'sha yo'l patrul xodimi qo'pollik qilgani uchunmi yoki qo'pollik qilgani uchun, menga yozilgan nohaq jarima uchun? Yana takrorlayman. Demak, men hisoblab aynan mening kompetensiyamga bog'liq savollar bo'ladi va mening kompetensiyamga bog'liq bo'lmagan. Aynan siz tomoningizdan yuborilgan ushbu noma o'rganilishni talab etadi. Ya'ni bu jarayonda siz ishtirok etganmisiz o'zingiz? O'sha jarayonda bor edingizmi? Ya'ni savollarni isbotlovchi vajlarni isbotlovchi body kamera tasvirlari va yakuniy qaror chiqaruvchi vakolatli organ va hokazo. Aynan ushbu narsani yechimini topish uchun marhamat, Buxoro viloyati ma'muriy amaliyot markazi, hozirgi xalq tili bilan nomlanadigan Gorgay idorasiga kelib murojaat qiling. Gorgay idorasida ma'muriy amaliyot markazi tashkil etilgan. Ushbu markaz rahbari, qolaversa inspektorlari sizning vajingizni, mana shu nomalaringizni, savollaringizni birma-bir aytsangiz, qanday tartibda ekanligini huquqiy asoslantirib berishadi. Va o'ylaymanki, siz tomoningizdan yuborilgan ushbu murojaatlarni siz to'g'ridan to'g'ri ma'muriy amaliyot markazi boshlig'iga yetkazganingizdan so'ng o'zingizga kerakli bo'lgan javoblarni ham olasiz. Ya'ni bu narsani ichiga kirilib, baza orqali birma-bir ko'rsatiladi sizga asoslarining isboti, qarori va hokazo. Xo'p, Mayli, rahmat, sizni yaxshi tushundim. Xo'p, mana shu yurtdoshimiz bejizga qo'ng'iroq qilmayotgan bo'lishlari mumkin. Biz holatni bilmaymiz, qanday yerda jarayon bo'lgan. Ulug'bek aka, demak, bu yo'l yo'lakay dasturi orqali ushbu murojaat bevosita, demak, to'g'ridan to'g'ri ko'rsatilyapti, eshitilyapti. Shu uchun keling, mana shu murojaatni ham siz belgilab qo'ydingiz. Har bir murojaatni belgilab qo'yasiz, buni bilamiz. Uni ijrosi haqida ham, demak, yurtdoshimizga qaysidir ma'noda yo'l yo'riqlarni ko'rsatib yuborsangiz. Xo'p, demak, Sharofiddin aka, yana takrorlab o'taman, marhamat qilib, agarda siz ushbu holat bo'yicha yana to'lovni amalga oshirdim deyapsiz, o'sha to'lov kvitansiyasi sizda turadi. Agarda noto'g'ri to'lov qilingan bo'lsa, bu narsa albatta qaytartiriladi tegishli vakolatli organlar tomonidan va arizangiz yana ko'rib chiqiladi. Arizangiz ko'rib chiqilganligi to'g'risida sizga javob xati ham yuboriladi. Aynan siz to'ladim deyapsiz. Agar noto'g'ri qabul qilingan bo'lsa, sal shoshilibsiz, to'lashga mayli, endi to'lagan bo'lsangiz ham hech qanaqa zarari yo'q bu narsani. Agar ushbu narsa yana qaytib isbotlansa, ushbu to'langan to'lov kerak bo'lsa qaytaradi. Yo'q, aksincha, ushbu holat haqiqatdan ham o'z holicha bo'lsa, to'lov summasi qaytarilmaydi va bu o'z kuchida qoladi. Tashakkur deymiz javob uchun. Yana bir noma kelgan ekan. Assalomu alaykum. A toifa pravasi yo'q. B toifa pravasi bor. Muraviy boshqarib mast holatda.
demak tushib qolsa B toifa haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'ladimi? Demak, amaldagi qonunlarga ko'ra transport vositasi, avtomoto transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etiladi. Bu A toifa bo'ladimi, B toifa, D, E, C barcha turdagi avtomoto transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etiladi va tegishli tartibda qaytadan o'sha B toifasi bo'yicha yana imtihonlarga kirib olishga to'g'ri keladi. Belgilangan muddat o'talgandan so'ng. Demak, hushyor bo'ling. Hushyor bo'ling. Eng asosiysi birinchi navbatda ichib haydamang, rulga o'tirmang. Mast holdagi haydovchi o'zi va o'zgalar hayotini xavfga soluvchi, kechirasiz, bu potensial jinoyatchi deb hisoblayman. Chunki birinchidan o'zini hayotini xavfga qo'yadi. Ikkinchidan esa u o'zgalar hayotiga xavf soluvchi shaxs bo'ladi. Biz bir necha marotaba mana 2025-yilning shu davrga qadar mast holda boshqargan transport vositasi haydovchilarini deyarli 60-70% yo'l transport hodisasi sodir etilganligini ko'rib guvoh bo'ldik. Hamda ba'zi bir holatlarda, menimcha adashmasam 3 ta holatda, bittasi oxirgi Shofirkon tumanida yuz berdi. Juda ayanchli yo'l transport hodisasi bilan yakun topdi. Ya'ni mast holdagi haydovchi begunoh bir insonni urib, uning hayotiga zomin bo'ldi. Qadrli muxlislarimiz, demak, yo'lda yana ham hushyorroq bo'lamiz. Chunki bu bizning xavfsizligimiz uchun, o'zgalar xavfsizligi uchun muhimdir. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. 65. Xo'p. Qayerdan? Nukus shahridan, Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridan. Eshmuratova Gulsara bo'laman. Gulsara opa. Xursandmiz, marhamat. O'zimga tegishli bo'lgan avtomobilga reklama yopishtirganman orqa lobovoyga. Shunga muroga borib murojaat qildim. Men shunga ruxsatnoma olishim kerakmi? Yo'q, ruxsatnoma olishing shart emas edi. Shu bo'yicha bilmoqchi edim. Yozuv qancha kattalikda va ko'pmi kam butun lobovoy qismini egallaganmi? Butun lobovoyni olib turibdi. Telefon raqami manaqa reklama turibdi. Rahmat. Reklama to'g'risidagi qonun hamda amaldagi yo'l harakati qoidalarining 176-bandi. Va mana shu narsani olib, demak, Gulsara opa, Eshmuratova o'qib ko'rishingiz ham mumkin. Lexus'da ham bor, ijtimoiy tarmoq orqali, Google orqali ham yo'l harakati qoidalari deb bersangiz, shu 176-bandda yaqqol qilib ko'rsatilgan. Davlat xizmatlari markaziga borib ariza bilan murojaat qilasiz va ushbu arizangiz ko'rib chiqilib, bir baravar bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravar 375 ming so'm davlat boji to'lanadi va sizga ruxsatnoma beriladi 1 yilga. Va mana shu 1 yildagi ruxsatnoma bilan qo'rqmasdan mashinangizni o'sha orqada yopishtirgan reklamangizni harakatlanib yurishingiz mumkin. Menimcha tushunarli bo'ladi, Gulsara opa. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling, qo'ng'iroq uchun tashakkur. Noma kelgan ekan, elektron pochta belgisi Buxoro Radiobot manzili uzra. Assalomu alaykum, dadamning mashinasini boshqarishim uchun haydovchilik guvohnomasi yoki ID karta yana qanday hujjatlar talab etiladi? Demak, dadalarga tegishli bo'lgan transport vositasi boshqarish uchun ID karta bo'lsa o'zi yetarli, lekin agar ID kartalar bo'lmasa, haydovchilik guvohnomasi, avtomoto transport vositasini ro'yxatdan o'tkazganlik to'g'risidagi guvohnoma bo'lishi shart. Qolgan hujjatlar, sug'urta polisi va qolgan va me'yoriy hujjatlar bu elektron planshetlarda o'zi ko'rinadi, lekin 975-sonli qaror asosida ID karta asosida ham boshqarib yurish mumkin. Guvohnomani olib yurish majburiy emas. Agar ID kartani olib yurmagan bo'lsangiz, lekin haydovchilik guvohnomasi va demak transport vositasini ro'yxatdan o'tkazganlik to'g'risida guvohnomani olib yurish majburiy. Rahmat javob uchun. 65 kodi bilan 223-96-18, 223-98-38 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bizda bor qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Mehribson, yaxshimisiz? Hormang. Tashakkur. Jumagul. Sizga ham xayrli kun. Mehmonimizga, mutaxassisga assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Jumagul opa. Rahmat, e'tibor uchun. Ulug'bekjon, shu bitta narsani savol bermoqchiman sizga. Shu masalan, men ham shu kechqurunlari ba'zan endi rayonga borishga to'g'ri keladi yoki shahar ichida shu chetroq joylarga, masalan, qo'shiq qarindoshlarga borishga to'g'ri keladi, boraman. Ko'p borganman, uchayotganman. Shu nima to'g'ridan kelgan shofir parani baland o'qib yana tezlik bilan keladi. Yoshingiz nechida edi, Jumagul opa? Uzr. Yoshingiz nechida edi? Yoshim 77 da. 77 da, ilm umringiz uzoq bo'lsin. Mana qadrli yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, Jumagul opa har dasturda imkon qadar qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lanadilar. Yoshlari 77 yoshda va qarang shu yoshda ham yo'lda qo'yda buzar haydovchilarni inobatga oladilar. Yurtdoshlar, e'tiborli bo'lamiz, e'tiborli. Shu uchun shu qanday bu vaqtda bir shofirlarga bir tushuntirishmi, bir nima olib borasizlarmi degan maqsadda telefon qilgandimda, ukajon. Jumagul opa, shuncha choralar ko'rilyapti, har qadamda kamera.
Yana kuchaytiramiz. Demak, Jumagul opani tavsiyalari bu kishini juda o'rinli. To'ppa-to'g'ri. Bechora olib borayotgan shofir so'kin keyin olib boradi. Ko'zi qamasa endi keksa shofirlarimiz uchraydi, masalan, taksilar keksa odamlar bo'lishi mumkin. Ko'z qamashadi, shuni shofirlar o'ylamaydi deyman. Bir 20 yil oldin bir yo'l bilan hozirgi yo'lni farqi qancha, Jumagul opa? 20 yil oldingi mashinalar bilan hozirgi mashinalarning soni. Hozir mashinalar 20 yilgidan oldin hozirgi mashinalar juda ko'p. Yo'l ham yaxshi, keyin endi bilmasam shofirlar Demak, haydovchi akalar, hurmatli akalar, iltimos sizlardan LED faralar bo'yicha menga ko'p nomalar yozadilar. Palasasi bo'lsa bo'ladimi yoki boshqa ksenyon qo'yalikmi, LED qo'yalik va hokazo. Mana 77 yoshli Jumagul opamiz tungi vaqtda qandaydir bir yumushni amalga oshirish uchun piyoda sifatida yo'lga chiqqan paytlar yoki avtoulovda bo'lgan paytlari qanchalik ko'zlarini qamashishini, u kishiga xalaqit qilishini nima qilyaptilar? Misol keltiryaptilar. Demakki, qadrli yurtdoshlar, menga qulay, men uchun zo'r deb o'zimizga qulay bo'lgan chiroqni o'rnatib harakatlansak, biz tevarak atrofdagi qanchadan qancha insonlarga zarar yetkazar ekanmiz. Ya'ni ular tomonidan bizning sha'nimizga to'g'ri gaplar aytiladimi? Yo'q, albatta. Uzr, lekin sal qo'pol bo'lsa ham buni aytishga majburman. Qadrli muxlislarimiz, mana shu yo'l-yo'lakay dasturini tinglayapsiz, tomosha qilyapsiz. Yurtdoshlarimizning murojaatlariga quloq soling, xulosa chiqaring deymiz. Xo'p, bizda yana bir noma bor ekan, ba'zi nomalar tushunarsiz. Iltimos qilib qolamiz, muxlislarimizga tushunarli tarzda yozib yuboringlar, ayniqsa meni nomamni o'qimabsiz. O'qiymiz barcha nomalarni. Buxoro tumanidan hamroh bo'laman. Qaytadan yozib yuboring nomangizni tushunarli qilib. Qadrli muxlisimiz, yana bir noma. Assalomu alaykum, yaxshimiz, ta'riflaringizga omad tilab qolaman. Buxoro shahridanman, Ulug'bek. Iltimos. Xo'p, sohibkor yo'li juda yomon ahvolda. Iltimos yordam beringlar, ta'mirlansin. Yo'l ta'miri borasida ekan ushbu murojaat. Demak, belgilab olindi. Sohibkor jamoat xo'jaligi Frunze kolxozi deydi xalq tilida. O'ylaymanki, bu dasturlar asosida amalga oshiriladi. Ya'ni moliya mablag'lari asosida Buxoro viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi tomonidan har bir avtomobil yo'llarga o'zi xizmat ko'rsatiladi va biz yozma topshiriqlar beramiz. Belgilab olindi va yozma topshiriq mutasaddi tashkilotlarga albatta yuboriladi. Yana bir noma. Bugungi kunda dolzarb muammolardan biri bo'lgan mashinaning orqa oynasi yoki kuzov qismiga qisqa ma'noli iboralar yozish texnik reglament qanday javob uchun? Demak, biz ko'p jabhada ba'zan guvoh bo'lamiz. Orzular orzuligicha qolmaydi, yurak urib tursa bas yoki iboralar ko'p. Otam davlatim, onam jannatim va hokazo qanaqadir bir turli tuman yoki ba'zi bir diniy so'zlarni ham ko'rib guvoh bo'lamiz. Demak, qadrli yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, amaldagi yo'l harakati qoidalarining 176-bandiga ko'ra transport vositasining tashqi ko'rinishiga har qanday reklama yozuvlari mana tushirish bu tegishli ruxsatnoma asosida Davlat xizmatlari markaziga ariza orqali murojaat qilib, ruxsatnoma olingandan so'ng, davlat boji to'langandan so'ng 1 yillik muddat asosida amalga oshiriladi va ushbu ruxsatnoma to'g'ridan-to'g'ri elektron planshetlarda, inspektorlarning planshetida ko'rinadi. Agarda shu planshetlarda ko'rinmasa, demak ruxsatnomasi yopishtirilsa, bu qonuniy javobgarlikka sabab bo'ladi. Lekin masalani ikkinchi tomonini aytib o'taman. To'g'ri, bu juda ham qo'pol turdagi yo'l harakati qoida buzish emas, bu e'tiborni chalg'ituvchi, ya'ni yo'lda harakatlar ketayotgan haydovchi bir zum muddatda chalg'ib qolish mumkin. Nima yozgan deb, masalan, kallasini burgan paytda yonidan birov piyodami yo bir uy hayvon chiqqan payt ko'rmay qolish mumkin va hokazo. Bu ham bor, lekin bu ruxsatnoma asosida amalga oshirilsa ham bo'ladi. Lekin yana bitta narsa, eng asosiysi, mana muhtaram yurtboshimiz tomonidan oxirgi video selektor yig'ilishida bitta ibora keltirdi, ya'ni ma'muriy ogohlantirish. Ya'ni haydovchilarga juda ham bir qulay bo'lgan, siz-u bizni bir-birimizga yaqinlashtiruvchi bir holatlardan biri, uncha og'ir bo'lmagan, uncha ahamiyati katta bo'lmagan yo'l harakati qoida buzishlari borasida 1 yilda bir marotaba haydovchiga ma'muriy ogohlantirish berish mumkinligi demak qabul qilinadi endilikda qonunchilikda. Bu muhtaram yurtboshimiz tomonidan aytildi va belgilandi. Demakki, o'rtoqlar, biz ham aynan jarimaga tortish uchun siz bilan nima qilmaymiz, lekin mana qonunlarni mavjudligini, tartib qanaqa ekanligini so'rayapsiz va bu narsani biz sizga aytamiz. O'zim ham mana shahrimizda, Buxoro shahrida, viloyatda harakatlanganimda juda ko'p haydovchilarda shu yozuvlarni ko'raman yoki qanaqadir orqada nimalar yozish chiqilgan, mashina sotayotgan korxonalarning reklamalari va hokazo ko'p ko'ramiz. Hikmatli so'zlar ham bor va hokazo. Endi albatta u transport vositasi, u ulovga har qanday narsani ham yopishtirish yoki o'zgartirish yoki o'rnatish belgilangan me'yor talablari asosida amalga oshirilsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Nomalar juda ham ko'p. Elektron pochta belgisi Buxoro Radiobot manzili uzra nomalar
ko'p kelgan, ularni tez o'qishimiz kerak. Qisqa javob berishga harakat qilasiz. 16:55 ni ko'rsatmoqda soatimiz. Xo'p, Jonibek Jo'rayevdan kelgan noma. Karvon bozor chorrahada G'ijduvondan kelish tomonda soat kunduzi demak 10:00 dan keyin hamma tomonni yashil chiroqni sekundini bir xil qilish kerak. Tushunarli, belgilab oldim. Taklif ekan bu. Taklif inobatga olinadi. Xo'p. Ikkinchi murojaat. O'sha G'ijduvon chorrahadan o'tgandan keyin Osiyo institutini demak piyodalar o'tish yo'lagidan tugmachalik rejimni olib tashlash kerak ekan. Yo'q, bu noto'g'ri narsa. Endi bu taklif kerakmi degan bir taklif bo'lishi kerak edi, mayli. Bu o'z kuchida qoladi. Bu tugmacha kerak bu yerga. Xo'p, qo'ng'iroq bormi bizda? Bo'lsa agar bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadrli muxlisimiz, jonli efirdasiz. Tezda savolingizni aytasiz. Men Buxoro tuman Bog'qalondan Jamil akaman. Ulug'bek Shukurlayevga savolim bor. Ham iltimos desam ham bo'ladi. Biz taksiga yo'lga yuramiz. Avtobuslarimizga bitta iltimosimiz bor-da, avtobusdan endi tirikchilik deb chiqqan yo'lga shu peshixodlardan odamni o'tib tushirsa yo peshixoddan o'tib mindirsa degan iltimosimiz bor-da, talab iltimosimiz shu. Tushunarli. Peshixoddan o'tib to'xtasa, peshixoddan bormasdan to'xtaydi-da, avtobusning oldidan bolalar yugurib chiqadi-da, noxos. Ana shu eng og'ir holat. Ko'p bo'ladi-da shaharning ichiga. Xuddi shunday. Demak, belgilab oldik. Buxoro tumani Bog'kalon mahallasidan Jamil aka noma, ya'ni o'zlari ham yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanayotganliklarini hurmatli avtobus jamoat transporti haydovchilari akalar, haydovchi akalar, sizlardan iltimos. Mana Jamil aka aytganlaridek o'zim ham guvoh bo'laman. Piyodalar o'tish joyining ustiga hech qachon to'xtamang. To'xtadingizmi, bilingki ushbu vaziyatda qandaydir bir baxtsiz hodisaning sababchisi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Demakki, hurmatli avtobus haydovchilari, biz bu borada qanchalik ta'sir choralarini, jarimalarni kuchaytirsak-da, baribir bu holatlar yuz bermoqda. Ya'ni qayergadir bizning ko'zimiz yetib bormaydi. Ya'ni biz bilamizki, jamoat transportidan tushgan yo'lovchi uning oldidan kesib o'tishga harakat qiladi, lekin hurmatli yo'lovchilar, hech qachon avtobusning oldidan kesib o'tmang. Avtobusning faqat orqa tomondan yo'lni kesib o'ting. Va eng asosiysi, avtobus haydovchilari piyodalar o'tish joyining ustiga to'xtamang. 5 metr o'tib yoki 5 metr orqada. Bu yo'l harakati qoidalarida ham belgilab o'tilgan. Va o'ylaymanki, biz bu narsani mutasaddi tashkilotlar bilan tizimli ravishda bosqichma-bosqich birgalikda bartaraf etamiz va mana shu aynan yo'l-yo'lakay radio eshitirish orqali Jamil akamga o'xshagan fuqarolarning yuborgan nomalari orqali biz har dasturdan dasturga takror va takror sizlarning huquqiy mana shu savodxonligingizni, hushyorligingizni, sergakligingizni orttirish borasidagi fikrlarni aytishdan charchamaymiz. 1000 bor aytgan narsamizni 1001-marta aytishda ham charchamaymiz. Demakki, har bir umr biz uchun muhim. Albatta. Javob uchun tashakkur deymiz. Demak, yurtdoshimiz o'zlariga kerakli bo'lgan xulosalarga, javoblarga ega bo'ldilar. Vaqt oliy hakam, dasturimizga ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetib bormoqda. Qadrli muxlislarimiz, tomosha qilganingiz, tinglaganingiz Buxoro telekanali hamda FM 101 Buxoro radiosi orqali to'g'ridan-to'g'ri jonli tarzda efirga uzatilgan Yo'l-yo'lakay dasturi edi. Boshlovchi Behriniso Farmon va rejissor Umid Rasulov, yaqindan yordam bergan o'qishiga ijodkorlar bor Ulug'bek Hasanov, tasvirchilar jamoasi Abdurahmon Ergashev, Obid Qayumov hamda telefonlarni bizga bog'lashda yordam bergan Afzalbek Boltayevga ham o'z tashakkurimizni izhor etdilar. Har doimgidek savollarga esa Ulug'bek Shukurlayev javob berdilar. Qadrli yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, darhaqiqat bugun tanaffus qilishga ham imkon bo'lmadi. Ya'ni biz musiqaga ham vaqt savollar ham ko'p edi, ularga ham javob bera olmadik. Demakki, hushyorlikni hech qachon yo'qotmaymiz. Oldinda issiq kunlar, yoz va albatta o'zingizni doimiy ravishda asrang. Xavfsizlik kamari hayot garovi. Umr tezlikdan muhimdir. Yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi. Demakki, ushbu atamalarga amal qilgan insonning yo'li xavfsiz va albatta ravon bo'ladi. Albatta, e'tibor uchun tashakkur deymiz. Yo'lda bo'lsangiz, yo'l harakat qoidalariga albatta amal qiling. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.